Assalomu alaykum. Bugun biz Facebook'dan target keltirish uchun baraqchabizga kiramiz. 3 точканы bassaq, stranitsa degan bor. Bu yerda stranitsalarimizni jo bo'lsa добавить qilib, stranitsani добавить etamiz. Al uchun bizning stranitsamiz Instagram baraqchabizga ne bo'lish kerak? Tutash bo'lish kerak. Bu yerda saboq bor. Anan al yerdan o'zingizning image reklama keltirish uchun o'zingizning maketingiz video suratlaringizni продвигать publikatsiyani bosasiz. Anan al yerdan cel deganda tanlaysiz. Birinchi celni avtomatически выбор qildim. Подробнее bosib, ostindagi o'zlarining variantlari bor. Misol uchun ko'p сообщение kelishi uchun, ko'p просмотр bo'lishi uchun degani. Undan keyin knopka deydi. Knopka o'rla, bu yerga ссылкаларды qo'yiladi. Na WhatsApp или na sayt. Men bu yerda profilimdagi ссылканы qo'ygim keldi. Buning uchun redaktировать profilga kelib, bu yerdan sayt degandan shu saytni kopировать etib oldim dag'i, olib borib joylashtirdim bu yerga. Вставить qildim. Undan keyin auditoriya. Особая категория reklama deganga tegish. Auditoriyadan изменить deganda bosasiz, o'zingizga loyiqli qilib auditoriyani tanlab chiqasiz. Bu yerdan nima qilamiz? Bu yerdan biz возрастlarni tanlaymiz. Mana возраст degan yerdan возрастni tanlaymiz. Добавьте демографические данные, интересы или модели поведения deydi. Misol uchun bu yerga bizga emneli qaysi xil odamlar, qaysi jihatdagi odamlar kerak. Misol uchun bizga onlayn ishlaganlar, малый bizneslari bor, SMM adreslarni targetlarga o'sha onlayn ish olib borganlar qiziqadi, o'shalarni жазсак bo'ladi. Undan aslida rekomendация для вас deb chiqib qoladi. O'shalardan delete tanlab bosib qo'yishingiz kerak. Qanchalik ko'p bo'lsa, o'shuncha охват ko'p bo'ladi. Biroq bu yerda по-моему ondan oshiq yozganga bo'lmaydi. Agar bolangiz bo'lsa, kiyim sotsangiz, kiyim anda одежды детские deb yozib qoldirasiz. Produktni sotsangiz, produkt, образовательный kontent bo'lsa, anda образование deb o'zingizning loyiqli auditoriyangizning qiziqchiligini yozib qo'yasiz. Keyin bu yerda местоположение kirdi. Siz saloningiz bo'lsa, dag'i adresingiz bo'lsa, ofisingiz bo'lsa, magaziningizning adresini shularga bizga region deganda tanlaysizlar. Qirg'izistonda tanlashingiz kerak. Anan Qirg'izistonda США tanlab ketsam ne bo'ladi? Bizga boshqa odamlar kela oladi. Потенциальный auditoriya bizda 56 ming qancha chiqyotadi. Сохранить auditoriya qilib turib chiqasa, ana bu yerda общий budjet degan yerda qata bor deb chiqyotadi. Qaysi yerdan qata ketayotgani to'g'ri bu Facebook aytib turadi. Bizda hozir limitingiz ayvayla ko'p bo'lib ketgan. Misol uchun 5 kunga 800 rubl bo'lib ketgan. Bu bizning tili ko'p bo'lib ketgan. Nima o'shani qanday? Misol uchun bu yerda ham срок действия deganda kalendarning surati turadi data. Agar biz 13-da keltirsak, unda 15ni 5 kun 15 17-18 chayin bo'ladi. Bu yerda minus plus belgisi bilan azaytib ko'paytib olamiz.
Анан бул жерден биздин күнүнө 100 рубльдан 5 күнгө 500 рубль болот. Ошону настройкалайбыз. Мен мурунтан даярдалган аудиторияны баскым келди, себеби жүзү канча адам эле көрө турган болуп калат экен. Азыр эми канча 1000ден 4000ге чейин адам охват болот. Ошол 500 рубльга. Вы будете тратить по 100 рубль в день деп жазып турат. Анан астында способы оплаты деген жерге бул жерде мен виза картам уже регистрация болгон. Анан эгер бул жерде өзүңүздөрдүн карточкаңыздарды улап коесуздар. Анан продвигать болуп бастым мен. Мынакей бул жакта ушундай баардык канча трата болуп атканы, канча күндөн канчасына чейин кетип атканын берип турат. Улам кирип карап, оңдоочу жерин оңдоп, жазчу жерин жазып турсаңыздар болот. Сумма затраты деп жазылып турат. Аудиторияңызды дагы да алмаштырсаңыз болот. Ошол барыңыздарга ийгилик. Мынакей достор, мени бир күндүн ичинде эле көрдү. Таргетти кетиришти, текшерип 3 кликке 9 рубль кетиптир. Бул өтө жакшы. Жана бул жерден смотреть все деп басып, баардык маалыматтарды алсаңыздар, көрсөңүздөр болот. Жана турамыз жерлерин мисалы үчүн редактировать кылсаңыз да болот экен. Баарыңыздарга ийгилик.